Nimaga bir marta bo'lsa ham svarka qilib ko'rish kerakligini 3 ta sababi. Nima soha bo'lishidan qat'iy nazar svarka hamisha kerak bo'ladi. Bu mashina bo'ladimi, uy bo'ladimi, darvoza, reshotka, mutlaqo hamma narsa kerak bo'ladi. Stroykalar, ya'ni binolar qurilishi davom etar ekan, svarka har doim talab qilinadi. Bularning hammasi svarka orqali bir-biriga tutashadi. Ikkinchisi, svarka jarayoni bu juda ham maroqli, chiroyli ish jarayonini ko'rish mumkin. Ayniqsa metal bir-biriga jipslashganda buni iskralari shunaqa chiroyli chiqadiki, xuddi bir portretga o'xshagan bir chiroyli rasm bo'ladi. Yaxshi bu shunchaki ulanish emas, balki bu faxrlanadigan natija. Uchinchisi, buni men yarata olaman degan xulosaga kelish. Siz metal bo'laklarini bir-biriga bog'lab, buni abadiy qoldirasiz. Har bir urinishda natija yaxshilanib boraveradi. Bu ideallik haqida emas, bu rivojlanish haqida, natija haqida. Hamda obuna bo'lishni unutib qo'ymang. Сварчик номер 1.